siz ikki hissa to'laysiz. Sababi, agar narxi o'chib, poddelka, texnikani xarid qiladigan bo'lsangiz, nimalar yutqizasiz? Birma-bir sanab beraman. Servis kafolatli bilan poddelka bo'lgan mahsulotlar orasida unaqa 2 barobar katta raznica yo'q. Poddelka televizorlarning asosiy arzonligi ularda qo'shimcha zapchast bilan O'zbekistonga olib kirilmasligi. Va bu mahsulotlar ozgina ishlagandan keyin qotishni boshlaydi, sizga yoqmasligini boshlaydi, boshliydiki ishlab bermaydi. Sababi bu texnikaning eng past sortlari zakaz qilib olib kelingan bo'ladi. Asosan poddelka mahsulotlarida narxga urg'u berilgani uchun mahsulotni ko'rinishi shunaqa bo'laveradi, ichki qismlari juda ham arzonchi bo'ladi. Original brendida ko'pincha mahsulotni qo'shimcha zapchastlar bilan xarid qilganning hisobiga servis kafolati uchun nisbatan qimmatroq chiqadi. Poddelka mahsulotlarning kafolatini do'konchi tomonidan beriladi, lekin buzilib qolgan taqdirda ham uni tuzatib beradigan zapchastlari bo'lmaydi. Menga arzon bo'lsa bo'ldi, ishlataveraman, bo'veradi shu ham menga deydigan bo'lsangiz, siz ikki hissa to'laysiz. Sababi arzon va poddelka bo'lgan mahsulotni olganingizdan keyin 3 yilda buziladi. Agar siz original oladigan bo'lsangiz, 6 yil, 7 yilgacha kamida xizmat qilib bera oladi. Siz bu oralig'ida 2 marta texnika xarid qilgan bo'lasiz. Ozgincha raznicani hisobiga siz qo'shimcha servis kafolati, agar qaysidir joyi buzilib kuyib qoladigan bo'lsa, bepul almashtirib berish ham ichida bo'ladi. Endi shunda kim yutyapti? Poddelkani 2 marta olgan yaxshimi yoki bitta original sifatli servis javob beradigandan olgan yaxshimi? Bu videoni arzon desa menga bo'radi deydigan tanishlaringizga jo'natib qo'yasiz.